Salom do'stlar, bugun biz sun'iy intellekt haqida gaplashamiz. AI nima? Sun'iy intellekt bu mashinalarga inson aqlini taqlid qilish imkonini beruvchi dasturiy ta'minot. Nima? U ma'lumotlarni tahlil qiladi, bashorat qiladi va hatto qaror qabul qiladi. Masalan, Netflixda sizga mos filmlar tavsiya qilishi bu AI ning ish. AI hayotda qayerda? Sog'liqni saqlashda. AI kasalliklarni erta aniqlaydi. masalan, rasm tahlili orqali saratonni topishi mumkin. Avtopilotli mashinalar, masalan Tesla, AI yordamida haydashadi. Sensorlar Salom do'stlar, bugun biz sun'iy intellekt haqida gaplashamiz. AI nima? Sun'iy intellekt bu mashinalarga inson aqlini taqlid qilish imkonini beruvchi dasturiy ta'minot. Nima? U ma'lumotlarni tahlil qiladi, bashorat qiladi va hatto qaror qabul qiladi. Masalan, Netflixda sizga mos filmlar tavsiya qilishi bu AI ning ish. AI hayotda qayerda? Sog'liqni saqlashda. AI kasalliklarni erta aniqlaydi. masalan rasm tahlili orqali saratonni topishi mumkin. Avtopilotli mashinalar, masalan Tesla, AI yordamida haydashadi.